qolasizlar. Shok. Prosta miyam portlab ketdi. Kokosha dugonam nimaga yo'qolib qoldi? Nimaga yangi vaynlar chiqmayapti? Nima bo'ldi ekan desam, invalid qilib qo'yishibdi Kokoshani. Vashshe kapets, ko'ringlarmi rasmlarni? Soppa-soq qizni medkonsultant klinik invalid qilib qo'yishibdi, представляете? Kirib biladi, qassoblar chopib tashagan, nekroz bo'lib ketgan telalari, yo'pti vayomat. Dugonam nima yo'qolib qoldi deb xalaqval so'rab yozay desam, больницада yotibdi ekan, 3 marta уже narkoz bo'libdi. Yarasini atrofini tozalaymiz deb vashshe nekroz qilib tashashgan, qo'rqinchli darajada. Chivorasizlar rasmlarni ko'rsanglar. Ahvoli juda ham og'ir. Hozir Turkiya bilan gaplashyapmiz. Sirojda Turkiyaga operatsiyani xudo xolasa nihol оформлять qilyapti. Go'zal bilan gaplashyapti. Dogovor ketyapti. Hozir sirojni olib kelmasak bo'lmaydi. Juda ham qo'rqinchlik. Rasmni qaranglar. Это пиздец. Пиздец. Bilat O'zbekistonda vrachlar qassoblar ishlaydi. Yo'pti va yo'mat. Hozir shumixa ko'tarib, nihol janjal qilib, tam istoriyasini bersin, doktordagi istoriyani bersin, biz Turkiyaga jo'natamizsa, qochib kabinetiga qochib ketishdi vrachlar, представляете? Medkonsultant klinika bilan. Pizdets, nimasizlar qassobxonadan olganmizlar ishchilarni, yo'pti va yo'mat. Soppa-soq odamni Блядь, изуродовали, блядь, восстановление. 3 marta narkoz qilishibdi. Уже operatsiyadan keyin, abdominoplastikадан keyin, liposaksiyadan keyin undan tashqari yana 3 marta narkoz berishib, ichini tozalashyapti ekan. Tuzata olmayapti va chiryapti. Halim opaga bee'tibor berdik, mana o'lib ketdi. Odamlar bee'tibor bo'lmaylik. Bechora qiz soppa-soqni invalid qilib qo'yishibdi. Shu bee'tiborlik o'limga olib keldi Halim opani o'limiga. Yo'pti va yo'mat. Kimdir gapirish kerak-ku buni. Sog'liqni saqlash vazirligi qayoqqa qarayapti? Mana Sabrinani operatsiyasini ko'rdinglar. Qiyshiq qilib qadab qo'yishgan. Endi bu bilak qayerdan olyapsizlar? Qayerda o'qiyapti bu vrachlar? Medkonsultant klinik qayerdan olgansiz sen vrachlarni? Qayerdan diplom bergan senlarga? Odamlar o'lib ketyapti senlarning orqanglardan. Temperatura tushmayapti ekan, umuman tushmayapti ekan. Значит, organizmga уже infeksiya tarqalyapti-da medlенно. Buni срочно shumixa qilib olib kelmasa, это пиздец вообще. U поврежденный kojani olib, qonni tozalab, срочно qilish kerak. Temperaturasi umuman tushmayapti ekan. Shuna qilib, mollik qilib o'tgan safar Halim opadan ayrilib qoldik. Боже мой, что за врачи такие ужасные? Buni qaranglar qo'rqinchliligini. Meni shok qilgan situatsiya, operatsiyadan keyin prostinya o'rab qo'yishibdi korset kiydirmasdan. Представляете? Что за долбоёб doktorlar, ey? Qayoqqa borayotganinglarni sal tekshirib boringlar, odamlar. Korset kiydirmasdan prostinyaga o'rab qo'yibdi. Ёб твою мать, господи, боже мой. Hozir aytayapti, Kamolov aytayapti, doktorlar baxilasiz, hamma kirib chiqib yotibdi deydi. Ужасное отношение deydi. Вообще kapets. Nima bo'layotganini bir oydan beri yotibdi qiz bechora, bir oydan beri. Mayli qo'yinglar, shum qilmay turinglar, tuzalib ketarman deb. Mana chidolmasdan oxiri gapirib chiqdi. Bir oy bo'pti, bir oy. Assalomu alaykum hammaga. O'zingizni ko'rsating deganlarga mana ko'rsataman. Sababi bu yoqda 3 ta Kamola. Tadam. Kamola bam. Kamola ikki og'iz so'zingiz. Xursand bo'lib kirib, Kokoshni ko'rarkanmiz, yaxshimi deb hol ahvoli so'raymiz deb keluvdik, lekin ahvoli yaxshi emas, to'g'risini aytaman. Voy, ana bu Uzr. duodamiz o'rtog'im, yaxshi ketadi. Sizlar yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Biz anaqadan gapdan chiqib Kamolga kelamiz. Hech o'zim kela olmayapman. Vaqt ajratib Komoshboxona yaxshi ham Komosh bor. Kokosh oldiga keldik. Kokoshni ko'rsatay desam, endi больницада ko'ykada odam ahvoli bir ahvol bo'ladi, bilasizlar. Lekin bitta narsa maslahat beraman. Abdominoplastika qilgandan keyin sterilizatsiyaga juda ham yaxshi e'tibor qaratishinglarni so'rayman. Kokosh ahvoli yaxshi emas. Внешне yaxshi. Yaxshi emas. Salom deb qo'y Kokosh. Salom hammaga. Usti yaltiroq, ichi qaltiroq bo'lib aytmoqmiz. Nimadirlar gapiriladi, nimadirlar gapirilmaydi.
Sport, diyeta o'zingiz ozishga harakat qilaveringlar. Ha, точно sizga o'xshab 360 gradus. Shunaqa. Gapdan chiqib, Komilpam bilan birga ko'kosholga boramasam, Komilpam mana vaqtim bo'lmayapti, chunki Greenleaf'dan ortmaylar, opa bilasizlar. Har doim ish. Tushunasizlarmi, o'rtoqlar? Ko'kosh so'rayapsizlar mendan. Ko'kosh oldiga hadeb kela olmayman, hadeb telefonga gaplasha olmayman. Chunki sabab baribir kasal odamni ovora qilgim kelmaydi. Mana hozir Ko'kosh mana yotibdi. Assalomu alaykum hammaga. Shu yerda Komilpam bilan birga keldik. Voy, o'rtoqlar. Umuman xayoldan chiqarib tashlaylar. Qorin, ko'krak nimadir qilishga men ham cho'tki qilib ozib oldim, orcha terimni olaman, o'qilaman degan fikrlar bor edi. Yo'q, kerak emas, o'rtoqlar, kerak emas. Mana yana ko'kosh ko'p yig'lab oldim. Ko'zlarim qizarib ketdi. Shunaqa gap. Qizarib ketasan, o'rtog'im. Shunaqa gaplar. To'g'rimi, Komilpa? Komilpa yo'raman deb o'tiribdilar. Bizzaman deb o'tiribdilar. Ayyo, mayli. Yo, endi biz o'rtog'imizda baribir achinamiz. Ko'pchilik yozibdi, Ko'koshga nima bo'ldi, nega chiqmay qo'ydi, Abbos xo'ja qani. To'g'risini aytadigan bo'lsam, Ko'koshda ahvoli ozgina og'ir, sizlarni xafa qilmaslik uchun aytmayapti. Tez orada batafsil bilib olasizlar, o'zlari qo'yadilar. Bizdan shunchaki bugun yangi operatsiyani o'tkazganlarida ko'ngillarni ko'tarish uchun Diydor G'animatga ko'rgani ketamiz. Duo qilib turinglar, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hammanglar menga yozyapsizlar, jo'natyapsizlar Jasminni gapini. Men endi Ko'koshdan beruxsat bu rasmlarni qo'ya olmasdan, Jasmin hamma narsani hal qilgani uchun, Jasminni qo'ldan kelgani uchun, Jasmin bilaman, Turkiyaga ham olib ketadi. O'shaning uchun men aytmayaptim. Hozir menga bittasi yozibdi. Mana bunaqa ekan, bekitdingiz, anaqani o't so'rasangiz qildingiz, qanaqa qilib kasal odamni anaqa qo'yaman. Mana hozir mana Jasmin qo'ya olganiga, Jasminni anaqasini ko'rib, menga jo'natayotganinglarga aytayapman-da. To'g'ri, xuddi shunaqa borib ko'rib keldim Ko'koshni. Endi men bu narsani qo'shga to'g'risi yuragim betlamayapti edi. Mana endi doktorlar o'zingizdan ko'ringlar. Mana Jasmin o'sha oyoqqa turdi. Hamma yo endi rasvo bo'ladi. Qilgan ishingizga javob berasizlar. Avvalambir Alloh, baribir qarash kerak edi. Biz xo'shatdan chiqdik Komilpam bilan. Jasmin hamma gapi to'ppa-to'g'ri. O'rtoqlar, bilasizlar, meni ishxonamda tozalik farishtam bor, Komoli, u o'zi anaqada ishlaydi. Xirurgiya bo'limida ishlaydi, reanimatsioniyda, Toshkentda. Mani massajistka qizlarimning xonasiga ham hattoki kvarts oldirdi. Kvarts bu har bitta postoperatsion xonada bo'lish kerak, og'ir operatsiyonda ayniqsa. Biz oddiy massaj qiladigan joyga kvarts qo'yganmiz, mikroblarni o'ldirib turish uchun. Har doim qanaqadir operatsion muolajalardan keyin u abdominoplastika bo'ladimi, bariatriya bo'ladimi, umuman kosmetologicheskiy bo'ladimi, ginekologicheskiy bo'ladimi, qizlar обязательно oldinglarga begona odam kirgizmanglar. Baxilada bo'lsin, stroga. Har doim qo'lingizda dezinfeksiya qilingan holatda bo'lsin, maskada iloj. Umuman odam kelmasdan, bir hafta 10 kun dam olishingiz put bo'lsin. Shunda ham qo'lingizdan telefon tushmaydi. Mikrob eng katta koni. Yaxshi qarasan vrachlar sizlarga. Yaxshi ovqat, yaxshi vrachlarning nazorati bo'ldi. Yangi novosti, yangi informatsiya shok bo'lib qoladi. O'rtoqlar, men Ko'kosh ahvolini ko'rib shokka tushdim. Men hali ham o'zimga kela olmayapman. Nahotki plasticheskiy xirurg degani shunaqa bo'lsa-ya? Tavba, sog'ayib keting iloyim. Sog'ayib keting, yaxshi bo'lib keting iloyim. Bu havoga xullas hech bo'lishiga qaramasdan bir insonni ko'rgani keldim. Bu inson juda yaxshi ko'raman. Juda yaxshi ko'raman.